o'tdi Damas. Qani? 73 mi? Ha, 73 Damas. Damas shu yerda o'zida shuncha tez haydayapti. Qancha? 78 o'tib ketdi Cherry. Cherry 7 Pro avtomobili. Elektromobilni qaranglar, 72 o'tib ketdi. Elektromobillar rosa tez haydashyapti. Imенно elektromobillar. Toshkent shahar Yangi O'zbekiston bog'i ro'parasida mana shunday uch oyoq radar turibdi. Bu yerda yo'l patrul xizmat xodimlari ham hammasi turibdi, nazorat qilib boryapti buni. Hozir masalan yarim soat 40 minut o'zida 22 tami 23 ta radarga tushyapti. Eng ko'pi bu yerda elektromobillar o'rtoqlar. 300 ta avtomobil o'tgan, shundan 21 tasi. Eng ko'pi baribir elektromobillar. BYD, Li yoki boshqa avtomobillar rosa tez haydayapti. Mana bu tomondan Onyx haydab o'tib ketyapti. 80 yoki 90 atrofida. Ehtiyot bo'lamiz. Bu tomonga ham radar qo'yilishi mumkin agar tez haydashni boshlasanlaringiz. Tezlik 60 ga. Bu yerdan oldin 6 ta, 7 ta znaklar ham turibdi. O'sha svetoforgacha 3 ta bos turibdi. Biz mana shu yerda turganimiz uchun shoferlar asta haydashni boshlayapti. Agar yo'l patrul xizmat xodimi men bilan birga turibdi, ko'rinyapti. O'zimiz ko'rib turganimiz uchun shoferlar asta haydaydi. Agar biz ketsak, hozir men ham ketsam, bu yerdan yo'l patrul xizmat xodimi ham ketgandan keyin shoferlar yana uchishni boshlaydi mana bu yerdan. Ana mototsikl tushadimi, yo'qmi? Mototsiklda nomeri ham yo'q. Aynan men turganim uchun avtomobillar asta haydayapti. Men ko'rinyapman, radar ham ko'rinyapti. Hozir ketsam radar ko'rinmay qoladi va odamlar yana shtrafga tushishga boshlaydi. Uzr so'rayman hammadan shu ketib qolganim uchun. Iloji boricha Toshkent shahar ichida 60 haydab yuringlar. Ayniqsa Yangi O'zbekiston bog'ida radarlar juda ham ko'p. Yo'q, 73 mi? 71. Ha, 71 Gentra. Gentra shu yerda men ko'rinib turibman ataylab. Do'stlar, bu radarga tushgan jarimalarni admin qilib bo'lmaydi, chunki o'zi bilan bu yerda videosi ham bor. 2 sekund, 3 sekund oralig'ida shu radarda masalan ro'atga yoki safe ro'atga birga ketadi. 73 ketdi. O'sha yerda oq kolbit, ehtiyot bo'lamiz.